I norra Afghanistan fortsätter Yardems familjefadderprojekt att göra en avgörande skillnad för 5 familjer i staden Darsab. Genom Jevdets månatliga bidrag på 500 kronor har dessa familjer kunnat säkra viktiga förnödenheter under juli och augusti 2025. Med de insamlade medlen har matvaror som ris, mjöl, matolja, bönor och socker kunnat köpas in, vilket garanterar grundläggande näringsbehov. Utöver detta har hygienartiklar som tvål, shampoo och tvättmedel tillhandahållits för att upprätthålla god hygien och förebygga sjukdomar. Yordam tarafından Cavdatin ağabey moy Julay mena moy Ağustos mayda chidalarni iver vakallar men sizlarga olib keldim. Xo'shamona yetishdi balagina mana shu bizlarni shuni yeb ichib mana shu sag'illardan shunday qilib shularga ko'karsinlar yana yedama bersinlar mana shu bizlar yeb ichib o'tiribmiz balagina ko'karsinlar komiyab bo'lsinlar meni siylasinlar Xudoy pok siylasin balagina Xudoy shu hamma ruppalari mayda katta avlodlari komiyab bo'lsin sog' bo'lsinlar salomat bo'lsinlar meni siylasinlar Xudoy pok ular siylasin bala Allohu akbar. Mana shu yordam tarafidan moy Julay mena moy Ağustos mayda chidalarini yevar vakallar men sizlarga olib keldim. Yordam tarafidan mavatlari eshitdi, xonalari abat bundan baqay mavatlarni bizga idoma bersa, mana mavatlari eshitdi, Xudojon barakatini ularga bersin. Mavat degan bir maqsad maktablari, mashg'ulotchalari, o'zg'alarida maqsadni yaxshi o'tyapti avakidan. Barakatini Xudojon bersin, shu ko'maklarni idoma bersa bular bizga shu mavatlar. Moy Julay mena moy Ağustos mayda chidalarini Cavdat degan ağabey yordam tarafidan yevar vakallar men sizlarga olib keldim. Xonalara bat o'g'am bizga taslim oldiga yetishdi o'g'am xonalara bat mana bizga bundan baqay gunmalarni guzoranlarni yedama esilla mavallarni mana bizga shukur chuchukimiz guzorani biz yaxshi o'tyapti Xudo rahmat qilsin. Xo'stabiz shu o'g'am mana shu ko'maklarni yedama esalar ana shu xo'stabiz bizlarga o'g'am boshqani mana shuncha guzorani biz yaxshi o'tyapti xo'stabiz ana shu Yordam tarafidan moy Julay mena Ağustos mayda chidalarni yevar vakallar men sizlarga olib keldim. Zamon yetishdi bizga o'g'am. Bundan baqayam ko'mak qilsinlar, o'zgarimiz yaxshi o'tadi. Bundan baqayam bersinlar bizga, ular bersinlar. Xudoim bundan ham izofa qilib bersin. Bizlarni yo'qlasalar ular Xudoim bundan ham izofa qilib yo'qlasin. Bizlarni qaysi shuncha nima tazalli bizga qilsalar bundan baqayam ham qilsinlar xonalari va tashakkurli qilamiz, aqlariga bundan duo qilamiz. Xudoim bundan izofa qilsin deyshaq namoz damiga duo qilamiz. Bundan ham izofa qilsin bizlarni yo'qlaganlar Xudoim yo'qlasin bundan ham izofa. Yordam tarafidan Cavdatin ağabey moy Julay mena Ağustos mayda chidalarini yevar vakallar men sizlarga olib keldim. Tarafidan bizga shunday ko'maklar eshitadi, bundan ham battar umid qilamizki bizga shunday ko'maklar eshitsa va bizlarni nima ekan mana xeyli vaqtdan beri guzorani biz qancha yaxshi o'tib atibdi va saqlik bilan o'taydi. Hali mana shu kunlar marziylarga mubtalo bo'lgan biz marziylikni to'madi shunday eshitadi, umid qilamizki bundan ham battar ko'maklari bo'lsa bizga yetishsa deb umid qilamiz. Tashakkur Ağabey tarafidan bizga ko'mak qilsa Alloh bularga ko'mak qilsin. Har musulmon ko'mak qilsa Allohjon bularga Ilohi amin. orzularga Allohjon o'zi eshit. Jevdets konsekventa stöd är ovärderligt för dessa familjer i Darsab, en region som ofta står inför stora utmaningar. Hans engagemang bidrar direkt till att förbättra deras levnadsvillkor och ger dem en tryggare vardag.